Olsun, nima yig'layapsiz? Semirishimning sababini topdim. To'g'ri, yeb tashlabmiz. Ovqatdan bo'lganda hamma semirgan bo'lardi. Men buvimni buvisini gunoh uchun javob beryapman. Au, hamrohat, shirinlik yeyishimiz, kechasi uxlamasligimiz o'cha. Olsun, nima yig'layapsiz? Men nimaga qaynonam bilan chiqishmasligimning sababini topdim. Ha, men sizga o'zi aytmoqchi edim. Bolalikdagi travmalarim bor ekan. Inam borki menga har doim sendek qizni qaynonang orqasiga deb haydaydi. Ovqatingda ichimaydi deydi. Vay, bu olov baland qilib ovqat kuydirishichi? Oyjon yuzlari qarab sapchib gapirishi-chi? Voy, nima yig'layapsiz o'zi? Bilakingiz nimaga menga xiyonat qilganini endi bildim. Katta buvijon esiz o'tgan sabab ekan. Voy, semirganicha. Siz nima yig'layapsiz? Nimaga men bilan erimda pul yo'qligini sababini topdim. Ha, aytmoqchi edim sizga men. Inam pul qo'lning kiri, keladi ketadi deb bolaligimdan travma bergan ekanda. Voy, o'zi ham eri ham ishlamasligicha. Bo'ldi. Hamma aybdorga faqat siz olib borgansiz. Ketdi. Uydagilar o'g'il kutishgan ekan, lekin men tug'ilib qopman. Osillar. Men o'g'il bolaga o'xshaymanmi? Biliyor musun ben toshkentdeyim